Allo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, men Golden Chidonda bir telefon ko'rib qoldim, 14 Pro Max. Ashuni kelib ko'rishavering. Xo'p, aka, siz kutaman. Uka, men Golden Chili stankasini oldiga keldim. Qaydasan? Ha, bo'ldi, ko'rdim. Yaxshimisan? Aka, yaxshimisiz? Aka, yuring, janob telefonni ko'rishavering-chi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Kelinglar, yaxshimisizlar? Aka, men yoshi 14 Pro qoladi. Shuni ko'rib ko'ring. Aka, uni 14 Pro olingchi deb ko'rsak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Mana shu. Telefon yaxshi ekan. Narxi nechi bu? Varianti nechi bu? Aka, telefon yoqqan bo'lsa, naqqa 600 dollar. Agar variantga bo'lsa, bir oyga 150 dollardan minadi. Uka, telefon menga yoqdi. To'lab berishga qiynalib qolmaysanmi uka? Yo'q, aka, xudo xolasa to'lab beraman. Aka, telefon bizga yoqdi. Variantga qanday kelsa bo'ladi aka? Aka, telefon ma'qul kelgan bo'lsa, bizda telefon boshlang'ich to'lov yo'q. 1 oydan 3 oygacha bitta pasport evaziga chiqadi. Oyiga 150 dollardan mindirilar ekan. To'lab berishga aqling yetyaptimi? Ha, aka, yetyapti. To'lab beraman. Aka, telefon bizga ma'qul. Ash nomerda bo'lamiz aka. Mayli, rahmat. Aka, to'lovni o'z vaqtida qilinglar, bilasizlar, oyga 150 dan minadi. Sog' bo'ling. Omadullo aka, sizmi aka? Aka, jiyanim 3 oy oldin sizdan 14 Pro olgan ekan. Bir ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi aka? Xo'p, bo'ladi aka. Qada ekan, o'zi u bola. Shuna akamiz hamkorbankda oldida ekan. Bir o'tib ko'rishaylikchi. Ketdik, borib ko'raylik, oshni hal qilaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Uka, bormisiz? Yo'qolib ketdingiz bu. Aka, borman. O'rtada pul topolmay qoldim. Shuncha akam bilan keldim. Ukam sizdan telefon oluvdi ekan. Qarzi qancha bo'lib ketdi aka? Xullas, uka telefon olganiga 3 oy bo'ldi. Hali qorasini ko'rsatgan yo'q. Telefon tar narxi o'zi 600 dollar bo'lgan. Men ukangizga aytganman, oyga 150 dollardan qo'shiladi deganman. 3 oy bo'ldi. Общий 1050 dollar bo'ladi aka. Aka, insofingiz bormi? Oyiga 150 dan ham indirasizmi? Insofni ham yutib yuborasiz-da, ha? Aka, sen qo'lingizni tushirib gapiring. Men siz bilan emas, bu akamiz bilan gaplashib. Ukam uydagilarga indamasdan sizdan telefon olib qo'yibdi aka. Sal insof bilan bo'ling. Aka, menga jahl qilmang. Men ukangizga sotayotganda, ketayotganda aytganman. Oyiga 150 dan minadi deganman. Tushuntirib deb sotganman aka. Aka, narxidan tushdi, iloji yo'qmi? Aka, to'lashga sharoiti yo'q bo'lsa, oyiga 150 dan qo'shilib boraveradi aka. U muammo emas. Aka, puldan muammo emas. Sizdaqa insonlarni deb shunaqa ukalar qarzga botib qolyapti. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aka, telefonning narxi 1050 midi? Mana 1200 pul aka. 150 ga aka insof sotib olasiz aka.